Borto toshini olaman. Azamat Xo'jayev shu aralashasiz bo'lardi. Chunki telefon ushlab o'tirasiz. Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech. Darsdan edi bu live. Как дела? Все хорошо? Zor. Nima qilyapsiz, ha? Nima qiyin bo'lib ketdi ochishingiz? Nima qo'shishim kerak edi o'shani bor-ku. Nimaga? Просто open qilsangiz ochilmaydimi? Ochdi. Edit qilamiz. Edit nima kerak? Kerak bo'lmasa yo'q. Hop, demak, o'sha sizga endi ana. Normalmi? Lekin mikrofon yo'qlik chatoqda. Boshqa market kerak. Marker bor. Birinchi tortnaman. Nima ish? Qaysi biri yaxshi o'zi? Yengisi. Tak, uchidan bir so'radi ochgan. Mana bu yaxshi. Siz o'tirib efiringizni qiling. Qarang, shu uchidan bir so'radi. Shuni optasida bo'lmaydimi yozmaganmi? Men tayyorlab qo'yishga eplolmagansizlar, bor, aqlingiz. Sizga otib yuboringlar, uni yozmaganlarni nimaga yozibsizlar? Mana. Istali. Tasavvur qilib. O'sha qizil tochni yana. Давай, все, bo'ldi, rahmat. Qizil yaxshi. O'to'ringlar musulga. Hop, demak, bugungi mavzu psixologiya ko'pchilikni qiziqtirgan mavzu. Sizlarga kuzatuvchilarni e'tibor uchun aytib o'tib ketdik. Hozirgi gruppa bular menda oldin o'qib ketgan gruppa, yangi gruppa emas. Shuning uchun yangi darslarni boshlash uchun sizlarga psixologik tayyorgarlik zarur deb o'yladim. Chunki sizlarga hozir любой strategiya, любой zo'r qanaqadir sistema o'rgatsa ham plyusga chiqmasligi mumkin. Sizlar aslida nimadir yangi narsa o'rganaman deb kelgansizlar. Nimadir o'rganaman deb. Aslida fokusni noto'g'ri bergansizlar. Sizlar nimadir o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa boshqa narsa. Buni bugun psixologiya bilan boshlaymiz. Demak, oxirgi bu ikkitaga qaytamiz. Birinchi bu narsalar boya o'zim yozdim, lekin asnova psixologiya hisoblanadi, ya'ni eng kuchli psixolog treyderlarni общий har xil anaqalardan olingan teoriyani bazasi va buni po faktu tushuntirishga harakat qilib beraman sizlarga. Demak, trader tushunish, siz menga qarayapsizmi, yaxshi ko'ryapsizmi? Demak, siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa bir. Bozor doim haq, siz esa nohaq. Demak, bitim ochdingiz, bozor sizga qarshi ketdi. Bozor haq, siz nohaq. Mana shu narsani ko'pchilik tan olgisi kelmaydi. Masalan, ya'ni deylik, qaranglar. Masalan, mana shu maksimum bor. Bozor maksimumga bordi, siz shu yerdan qaytadi deb o'ylaysiz, to'g'rimi? No, просто условно. Bozorga maksimumga bordi, siz mana shu maksimumdan narx qaytadi deb o'yladingiz. Xo'p, demak, shuning uchun sel oldingiz, bozor pastga yurishni boshladi siz tomonga va narx tepaga ketdi. Xo'p. Kim haq, kim nohaq? Bozor haq. Bozor haq, siz nohaq, to'g'rimi? Lekin bilasizmi nima qilasiz? Qarang.
mana shu buni nomi setup deyiladi. Setup. Ya'ni ma'lum bir setup, bu bitta setup. Setupni biladi ko'pchilik nimaligini, to'g'rimi? Ma'lum bir model. Ya'ni boshqa til bilan aytganda, qarang, bu setup bu. Endi qarang, qiziq holat. Oldin tarixda xuddi shunga o'xshagan setup bo'lganda, xuddi shunga o'xshagan. Qarang. Mana bunaqa bo'lgan. Ya'ni siz yaqin o'tmishda bo'lgan setupni hozirgi setupga уже almashtirishni boshlaysiz. Ruhan. Ya'ni stop loss turibdi tepada, to'g'rimi? Bundoq qaraysizda setupni. Juda stop lossni oladi, keyin ketadi deysiz. Endi qarang. Demak, bozor nohaq, siz haq. Qaroringiz bilan siz aytasiz-ki, bozor nohaq, siz haq. Ya'ni siz o'zingiz strategiyangizda yozilgan-ku, to'g'rimi? Setup qoidasi bor-da. Setup qoidasi. Ya'ni masalan, kirurg qoidasi bor-ku. Birinchi narkoz qilinadi, to'g'rimi? Narkozdan keyin ma'lum bir vaqt o'tadi. Ana undan keyin operatsiya boshlanadi, to'g'ri? Bo'lmasa bemor og'riqdan hushini yo'qotib, to'g'rimi? O'lib qolishi ham mumkin, например. Eksperiment o'tkazilgan Amerikada. Ya'ni eksperiment qanaqa o'tkazilgan? Ya'ni o'lim jazosiga hukm qilingan bemorga taklif bilan oldin elektriskiy stulga o'tkazishganda, juda ham qiynoqli, to'g'rimi, azob hisoblangan va doktor shu payt просто shu o'lim jazosiga hukm qilingan inson oldiga borib taklif beradi. To siz shunaqa paytda elektriskiy stulga o'tirishingiz kerak, lekin biz sizga boshqa narsa taklif qilamiz. Hech qanaqa og'riqsiz, shunchaki bu meditsinskiy anaqa eksperiment deganda va unga rozi bo'ladi. Va unga rozi bo'ladi, natija uni juda ham qattiq narsaga bog'lashadi, qimirlamaydigan qilib. Va to есть va unga aytishadi, nima yo'l bilan uni to есть anaqa amalga oshirishni. Aytishadiki, unga shunchaki deydi, biz sizni anaqa qilamiz deydi, bo'yningizdan tilib qo'yamiz deydi. Просто shunchaki deydi, sizni oxirgi nima deydi, shunchaki siz qon yo'qotishdan anaqa halok bo'lasiz deydi. Qon yo'qotishdan halok bo'lasiz, lekin og'riqsiz deydi. Va to есть mana shu bo'ynidan haqiqatan ozgina tilib qo'yadi. Keyin искусственный shlangda boshqa narsani ko'rsatib, unga bonka qo'yib qo'yishadi, чтобы undan qon ketyapti. O'zi qon ketmayapti, yo'q hech qanaqa, tushunasizlarmi? Просто так. Internetda bor ma'lumot o'qib ko'rishingiz mumkin. Amerikan eksperiment va amerikanskiy заключенный и так далее deb bari chiqib keladi, masalan. Va bir necha daqiqadan keyin, bir necha soatdan keyin o'sha mahkum o'ladi. Nimadan o'ladi bilasizmi? Yurak yorilishdan o'ladi. Ya'ni to strah bor, yurak, da, внушение, ya'ni tezlashishdan. Tushunasizmi? Ya'ni inson ya'ni o'zini biror nimaga ishontirish, ya'ni yo'q narsaga ishontirish, uni amalga oshirishga olib keladi. Shuning uchun qaranglar, setup sizda yozilgan u. To есть u konkretniy sizning qaroringiz, qonuningiz, ya'ni siz bitim ochganingizdan so'ng narx maksimumga yursa, demak, siz nohaq, bozor haq. Hozir bunga qaytamiz. Bu yaxshi emas-ku, samodelli aslida, to'g'rimi? Doim nohaq bo'lsangiz, sizda minus bo'ladi. Bu tushunarli, lekin bunga keyinroq qaytamiz. Lekin, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz qaroringizni o'zgartirishingiz, gap hozir qarorni o'zgartirish haqida ketyapti. Ya'ni siz boshda bozor haq edi, siz nohaq edingiz, uni bilardingiz, to'g'rimi? Lekin keyin siz men haqman, bozor nohaqman, qaroringizni o'zgartirdingiz. Buni nimaga olib kelishim keyin tushuntiraman. Demak, bozor sizga e'tibor ham bermaydi. Ya'ni siz bozorda milliard dollar ishlatib topishingiz yoki 100% yo'qotishingiz mumkin. Bozor o'z ritmida davom etadi. Bu nima degani? Ya'ni ko'pchilik bilasizlarmi, mana kuzatayotganlar aytadi, bay otsam sevgi ketyapti deydi. Ya'ni bozor menga qarshi ketyapti degandek gapda, unaqa narsa yo'q. Nimaga? Chunki bir vaqtni o'zida bozorda har bir punktda har xil millionlab zaявка yotadi. Ham olishga, ham sotishga. Ya'ni sizni bozorda qiladigan bitimingizga bozorda umuman bozorga qizig'i yo'q bu narsa.
Ya'ni ko'pchilikda azizlar aka nimagadir men bay olsam bozor pastga ketyapti. Unaqa narsa yo'q. Do'st, bozor irratsionalniy kontrol qilib bo'lmaydigan marka, ya'ni bozorda bu narsa, ya'ni hech kim kontrol qila olmaydi bu narsani. Shuning uchun unaqa narsa bo'lishi kerak emas. Tipi broker zerkani stopini urib ketyapti yoki bozor menga qarshi ketyapti. Bozor sizga qarshi ketdi, to'lsang 7 trillion dollar sizga qarshi ketadi. O'zi $100 shotida puli bor o'zi. Shotida $100 qo'ygan, bozor unga qarshi ketyapti. 5 trillion dollar qiladigan ishi yo'q. Uni bitimiga qarshi ketishdi. Johnson ham to'g'ri, dalsha. To'p, bozor boshqarib bo'lmaydigan katta bozor, bozorda ishlaydigan yagona narsa. Muhim joyga keldik. Bozorda ishlaydigan yagona narsa ehtimollik formatini tushunish. Bozorda ishlaydigan bitta va bitta narsa bor. Ehtimollik formati. Hozir har bitta savol bor-ku. Tagiga izoh bilan o'tib ketamiz, agar kimgadir tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa. Chunki grafik yo'q sizlarda faqat. Chunki bu shunchaki bozorni anaqa konjunkturasi haqida gap ketyapti. Ya'ni bozorni ehtimollik, ya'ni ko'pchilik buni teoriyada tushunadi, ammo praktikada amal qilmaydi. Hozir buni grafikda ko'ramiz. Keyin buni ko'proq tushunishni boshlaysiz. Oltin qoida, ya'ni qaranglar, bu oltin qoidani endi Word tilida bor, gruppaga tashlab olish mumkin. Bu oltin qoidani hamma yozib olish kerak o'zi. Daftarchika oldinglar-da, davay. Oltin qoidani yozib olish kerak. Mana shu qoidani siz o'zingizga singdira olganingizdan keyin sizda natija o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni siz nimanidir tushunish uchun ishlang. Pul topish uchun emas. Qaranglar. Siz ishlayapsiz baribir. Lekin siz nimanidir tushunish uchun ishlamayapsiz-da. O'sha narsa ishlasa pul kelish uchun ishlayapsiz. Farqi bormi? Ya'ni siz masalan, qarang. Masalan, men kanalda aytaman, aziz do'stlar, bugun men bunaqa narx bor, kuchli, например, yoki men bu aksiyani olmoqchiman. Например, yoki nimadir, ko'pchilik ochadi o'sha bitimni men bilan birga. Menga yuzlab anaqa keladi, atmetka qilishadi va yomon ko'raman, unaqa narsalarni belgilashdi. Как будто bu boshqalarni qiziqtirish va reklamaga o'xshab qoladi. Ya'ni, rahmat, siz buncha ishlab oldim, bitakdan. Bu juda ham ko'p belgilashadi, deymi? Lekin ular bu narsani ishlagani uchun va ularga foyda bo'lgani uchun, pul kelgani uchun ishlashadi. Tushunish uchun ishlashmaydi u narsani. Shuning uchun oltin qoida o'sha narsani tushunish uchun ishlang, pul uchun emas. Bu sizni darajangiz oshishi va o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi. Ya'ni siz u narsani tushunyapsiz, nimaga u narsani qilayotganingizni. U narsa pul uchun emas. Lekin ko'pchilik aynan tezroq pul topish, ko'proq pul topish uchun kirib keladi. U narsani tushunish uchun emas. O'shaning uchun bugungi kunni oltin qoidasi, ya'ni mavzuni, har bir mavzuning oltin qoidasi bor. Bu oltin qoida siz o'sha narsani tushunish uchun ishlashingiz kerak, pul topish uchun emas. Demak, dальше уже более практика. Ishlaydigan strategiya toping. Ya'ni unda doim stop losslar va take profitlardan ko'proq bo'lsin. To есть stop losslardan take profitlar ko'proq bo'lsin. Demak, biz ishlaydigan strategiya deganda har bir ochgan bitimimiz biz tomonga yurishi nazarda tutilmaydi. Tushundinglar? Ya'ni har bir ochgan bitimimiz biz tomonga yurishi kerak emas. Unda shunchaki foydali bitimlar zararli bitimlarga nisbatan ko'proq bo'lishi kerak. Уже asabiylash boshlandi. Tevinglar. Tak. Bor e'tiborini jarayonga qarating, unga kirib keting va o'zingizga kerak setapni toping. Bu nima degani? Ya'ni bu degani grafikni ko'proq o'rganish kerak degani. Ko'pchilik asosiy uporni nimaga beradi? Ishlaydigan va yaxshiroq maksimum strategiya topishga harakat qiladi. Ya'ni qanaqa topishga harakat qiladi? Internetni qaraydi, kimdan o'rganish mumkin ekan deydi. Bunda zo'r ekan, bunda o'xshamagan, itakdalik ketdi, vaqt ketdi. Unaqa emas. Ya'ni grafikni
ko'p o'rganish orqali siz o'zingizga kerak setapni topasiz. Eng asosiy narsa bitim ochish va ko'p raqamlar qonuni kechayotgan narsa. Teoriya больших цифр. Вероятность больших цифр. Da buni ham ko'rayotgan insonlar o'zlari uchun tradingda asosiy qoida deb yozib olishlari mumkin. Ya'ni ko'p raqamlar qonuni просто yozib olsanglar просто foydali bo'ladi. Chunki har bitta xato qilganingizda u xato hech nimaligini tushunib yetaverasiz. Nimaga? Chunki oltin qoidalarni yozib borib odam u refleks bo'lguncha yopishtirib qo'yish kerak-da. U odam sizga kirib ketishi kerak, tushunasizmi? Siz hozir eshitasiz, ko'rayotgan odam eshitadi, lekin esdan chiqib ketadi. Siz uni yozib kompyuterga yopishtirib qo'yish kerak. Ну, yoki devorga yoki doimiy ravishda sizda turishi kerak. Da, o'sha siz unga amal qilish uchun. Agar bitta narsani tushuninglar, qaranglar. Nechta odam ko'ryapti? 1500. 1500 odam ko'ryapti. Agar sizlar ham 1500 ta odam ham agar ko'p raqamlar qonunini tradingda tushunmasa, tradingda hech nima yo'q bo'ladi. Karyerani tugatsa bo'ladi. Hozir ko'p raqamlar qonuni nimaligini tushuntiraman ishni. То есть ko'p raqamlar qonuni bu trader va rynokni bog'lab turuvchi va uni daromadga olib chiquvchi narsa. Demak, uni bog'lab turuvchi narsa bo'lmasa, demak u daromadda bo'lmaydi, to'g'rimi? Ko'p raqamlar qonuni. Bu ham, siz qaranglar, har bitta narsa ko'p narsalar yozilgan bu yoqda, to'g'rimi? Ekranda. Lekin oltin qoidalarni va ключевой narsalarni odam yozib olishi kerak. Chunki ko'p raqamlar qonunini ko'rgan saringiz bor-ku, sizda emotsiya yo'qoladi. Hozir tushuntiraman agar emotsiya yo'qolishi bor. Aytadi, men emotsiyaga berilib ketolman deb qo'ydi. Qaranglar. Havas yaxshimi? Emotsiya ko'p raqamlar qonuni. Demak, qarang. Siz 10 ta 20 ta bitim ochib bir strategiyaga baho berasiz. Qani ko'pchilik mana bizda ham o'quvchilarni bilaman-da. То есть sizda bitimni ochadi, то есть 10 ta 20 ta bitim ochib ko'rib stop lossda ishlaydi-yu undan keyin. Undan keyin kayfiyati tushadi. Ular uchun go'yoki strategiya ishlamayapti. Tushundinglar? 10 ta 20 ta bitim ochgandan keyin. Bu sizning eng katta xatoyingiz. Nimaga? Aslida sizning 20 ta bitimingiz har bir pozitsiya bo'lishi kerak. Tushundinglarmi? Da. Siz 20 ta bitim ochasiz-ku. 20 ta bitimni siz bitta bitimga aniq qilishingiz kerak, qiyoslashingiz kerak. Bitta bitim qildingiz deb, tushundingizmi? To есть o'shanda siz ehtimolli nazariyasi nimaligini tushunib yetasiz-da. Nimaga? Oxirigacha borish kerak. Da, ko'p raqamlar qonuni nimaligi? Eng qiziq, qaranglar. Ko'p raqamlar qonuni o'zi nima? То есть bu minus, bu plus, ya'ni bitimlar soni. Qaranglar. Qancha ko'p bo'lsa shuncha aniqlashib bo'ladi. Вот именно. Qaranglar, mana bu, qaranglar. Mana plus minus, то есть bir xil hisoblaylik. 10 minus 10. Tak, qaranglar. Bu yerda 20 bor, bu yerda 20 bor. 30 bor. 30 bor. Ya'ni $30 plus yoki minus nazorat qilaman. Bu minus, bu plus. Tushunasizlar? Qaranglar. Endi borku mana bunaqa bo'ladi-da. Mana bu nuqta qo'yaman, bu ya'ni amalga oshirilgan bitimlar bir qancha. Qarang, nuqta, примерно nuqta, 3 ta, nuqta. Tak, 10 da demak, bizda tipi 3 ta, 2 ta, 1 ta. Mana qaranglar. Ko'p raqamlar qonunini qanchalik muhimligi. 90% traderlarning xatosi. Mana shu narsa hisoblanadi. Всё. Mana shundan keyin ular ruhiy tushkunlikka tushishni boshlaydi. Ya'ni bu yoqda minuslar ko'p-da, plusga nisbatan. Tushundinglarmi? Bu yoqda minuslar ko'p-da, plus. Itogi, ну примерно tashlab qarang. Itogi mana bunaqa bo'ladi. Itogi. Itogi ham bunaqa bo'ladi. Ko'p raqamlarni tushundingmi? Ya'ni siz, to есть 500 ta, 1000 ta bitim qilganingizdan keyin mana bunaqa narsa paydo bo'ladi.
siz ungacha sdavatsiya qilib bo'lasizlar. Ungacha siz dasvidaniya bo'lib ketgan bo'lasiz. Dasvidaniya. Ungacha siz dasvidaniya bo'lib ketgan bo'lasiz. Nimaga bilasizmi? Chunki siz ko'p raqamlar son oltin qoidaga ishonmaysiz. Ya'ni 2 kare 2 ga ishonmaysiz, 4 ga 4 ligiga ishonmaysiz. Tamam. Ya'ni tasavvur qiling, 2 kare 2 4 bo'ldi, yozib qo'ying. Ketma-ket yozib qo'ying. Kulgili, oddiy, lekin bu упражнение bolalar, bu mashq. Bu mashq bu. 2 kare 2 4. Yozinglar, ishonaman, ishonmayman. Ishonaman. Pastda, ya'ni oltin qoidadan keyin pastga yoziladi. 2 kare 2 4. Ishonaman. Ishonmayman. Ishonamanga pitichga qo'yiladi. Tushunasizlarmi? Demak, trading oltin qoida. Ko'p raqamlar qonuni. Teri, ishonaman endi ishonmayman. Demak, ishonaman. Действие bo'lish kerakmi? Amal. To'g'rimi? Demak, bitimdan deylik, qarang. 0-10% risk qilasiz. Bitimdan 0-10% risk qilasiz. Va daromad примерно 0-30% ga teng bo'lishi kerak. Ha? Например. Endi qarang, setup bu ham bitta. Ko'pchilik aytadi, agar shu qaranglar, juda ham oddiy emas bu asl narsa. Aslida, ya'ni aytadiki, agar risk managementga qaranglar, oddiy kitobiy tilda o'qituvchilarning gapini gapirib beraman. Trading o'rgatadigan o'qituvchilarning gapini gapirib beraman. Siz risk managementga amal qilsangiz, birga o'z отношенияni buzmasangiz, siz doim daromadda bo'lasiz. To'g'ri. Lekin mana bu o'lgur stop loss ketma-ket 20 marta ishlasa, uni keyin daromadini qanaqa chiqarasan vapros. Buni o'rgatishmaydi. Ya'ni tasavvur qiling, men oddiy misol. O'zi men endi kichkina raqam yozdim. Tasavvur qiling. Ko'pchilik nimaga ruhan sinadi bilasizlarmi? Chunki mana bu jarayongacha ham yetib kela olmaydi. Ya'ni bitimdan 1% risk qilish mumkin, o'zingni komfortni his qilasan deydi, to'g'rimi? Lekin savol, u treyderni bechorani tushunadigan odam yo'q, u treyderni. Nimagaligini aytaymi? Unda ketma-ket 10 ta stop loss ishlar. Bu tim bo'li. Yo'q, menda bo'lgan 2 ta stop loss. Men ularga aytib berganman. Ha. No, masalan-da, ketma-ket stop loss. Bechora nima qilsin, 20 marta $1000 puli bor edi, 1% dan risk qilyotdi. Ketma-ket 20 ta stop loss ishladi. 20% dan keyin u yo'q, qanaqa? Qaranglar, yana 1% risk qilsa, birga 20 соотношение qayerdan oladi? Yopish uchun. Yoki birga, to'g'rimi, birga 5 соотношениеdan 4 ta ketma-ket garantированный bitimni bechora trader qayerdan oladi? Tushundinglarmi? Xo'p, unda nima qilish? Unda har bir strategiyani unikal, har bir strategiyani unikальный возможности bo'ladi o'zini. Ya'ni strategiyalarda, masalan, sizlar yeni strategiyasini bilasizlar, to'g'rimi? Deylik, qaranglar. Vdруг o'zi bunaqasi kamdan-kam bo'ladi. Vdруг 3 ta ketma-ket stop loss ishlasa, 4-chisini ishlash ehtimoli qanaqa? Вообще yuqori, to'g'rimi? Oshib ketadi, to'g'rimi? O'zi aslida bittadan keyin oshadi. Lekin 3 tadan keyin oshadi, to'g'rimi? Unikal, to'g'rimi? To'g'ri, endi agar strategiya ketma-ket oshadigan stop loss bo'lsa, u yaxshi strategiya bo'lmaydi. Lekin agar siz 0-10% va 0-30% risk haqida gapirsak, demak, qiladigan riskingiz 0-10%, to'g'rimi? Va topish daromadingiz 0-30%, to'g'rimi? Bu degani, qaranglar. Agar ketma-ket, masalan, siz 3 ta ketma-ket stop loss sizda 3 ta ishlasa, siz o'zi уже qaranglar, 0-15% risk qilish imkoniyatiga egasizda. Nimaga? Chunki ehtimollik nazar sizga, siz tomonga o'tyapti. Ya'ni ehtimol oshadi. Da. Chunki чем больше времени, тем больше вероятность doim. Вообще-то. Da? Demak 0.15 dan уже qarang. 1 ga 3 уже 0.45 bo'ldi. To'g'rimi? Уже sizda 0.3 ta ketma-ket 0.10 dan keyin уже sizda 0.15 plusda. To'g'rimi? Ya'ni minus 0.30, 0.15 plus qolyapti. Ya'ni sizda 3 ta ketma-ket minusdan keyin. To'g'rimi? Endi qarang.
Xo'p, bu ham uchta ketma-ket minus olsa-chi? Yana oshadi beradi. Vot, yana oshadi, to'g'rimi? Demak, siz 0.20 da kira olasiz, to'g'rimi? 0.45 ni 0.75 bo'ladi, to'g'rimi? Qaranglar, agar 0.15 ham uchta ketma-ket stop loss ishlasa, demak sizda общий 0.75 minus bo'ladi, to'g'rimi? 0.75 minus. Bu degani 1000 dollar 75 dollar degani. To'g'rimi? Endi qarang. Demak 0.20 ga oshirsangiz, to'g'rimi? Qarang, sizga уже 1 ga 4 соотношение kerak bo'ladi. Foydaga chiqish uchun. To'g'rimi? No, lekin 0.25 ga oshirsangiz qancha bo'ladi? Foydasi 25. То есть 0.25 ga oshirsangiz siz 0 bo'ladi. 1 ga 3 ta bo'lsa. Da. 1 ga 3 bo'lsa. 0.20 emas. No, lekin sizda imkoniyat bor. Nimaga siz qiziq tomonni aytaymi nima? Qarang. Bozorda bu risk management nima degani? 0.10%, 0.30% nima degani sizlarga tushuntirib beraman. Ko'pchilik bunaqa risk managementda ishlamaydi. Kam daromad keladi, lekin zira. Sababini tushuntiraman sizlarga. Hop, sizlarda to есть 0 сразу ishlash boshladi. 0.30 ko'payishni boshladi, to'g'rimi? Shu 1% risk qilgan 3% daromad bo'lardi deb o'ylaysiz-da. Progressiya bor bu yerda. Olgan soni. Yo'q, eng qizig'i. Bu holatda sizda minus bo'lgandan keyin sizda, to есть siz bozordan yoki plusga rozisiz yoki mizerli minusga rozisiz-da. Ya'ni sizda ikkita holatingiz ham emotsiyaga xalaqit bermaydi. Farqi shu. Siz 1% risk qilsangiz, 4 ta ketma-ket, 5 ta ketma-ket stop lossdan keyin sizning emotsiyangizga o'zi ta'sir qilishni boshlaydi. Tushundingizmi? To есть hamma shot ochdi-yu. Hamma shot ochdi, mana bu risk managementdan boshlaymiz-da. Что просто siz buni boyiga qaytamiz. Tushunish uchun bu. Siz tushunish uchun ishlashingiz kerak, tushunasizmi? Dальше. Вот. Mana siz jarayonni sevishingiz kerak. Nega kazinoda hamma yutqazadi? Asosiy sabab yozilgan, конечно. Nimaga kazinoda hamma yutqazadi? Savol. O'tkazuvchilar, ichinglarda o'ylab ko'ringlar. Asosiy sabablardan biri o'yinchining o'zini tutishi. Masalan, kazinoda o'ynaydigan o'yinchi o'zini tutishi. Qaranglar. Qizil, ruletka o'ynayapti-da. Qizil qora. Qaranglar, qizil. Krasniy. Nima deb o'ylaydi? O'sha o'yinchi nima xayoliga nima keladi? To'rttadan bittasi tushadi-da. Конечно, qaranglar. Yo'q narsa haqida o'ylash noto'g'ri. Kecha siz aytgan farq shundami? Yo'q, sal boshqacha. Yo'q, qarang. Yo'q narsa haqida o'ylash noto'g'ri. Masalan, uni izlanish ham noto'g'ri. Nima qilasiz 2 kere 2 ni 5 chiqishini xohladi. Siz xohlaganingiz bilan chiqmaydi u narsa, chunki yo'q. Nega yo'q? Demak, qizil. Kazino o'ynayotgan igrok, qaranglar, stavka, futbol. Endi dinga to'g'ri kelmaydigan narsalar gapiryapman. Endi gapirishim kerak bo'lgani uchun gapiryapman. Ya'ni ko'pchilik o'ynaydi chunki. Sababi явление. Odamni, to есть o'zini tutishi o'sha kazinoda. Ya'da, masalan, futbolga stavka qilayotgan bola stavka qiladi-yu. Stavka qilib o'xshamaydi. To есть keyin отыграли boshladi. Yana stavka qiladi. Yana nimaga o'xshaydi degan tushuncha bo'ladi-da. Nimaga qimor o'ynaganlar, stavka qilganlar mashinasini sotadi, uyini sotadi? Asosiy sababi ko'pchilik o'yladi, bu qimor bo'lgan, unaqa emas. Qimor itak samo собой, to есть harom narsa. Lekin bu jarayonga inson qanaqa tushib qoladi? Ya'ni o'xshamaydi. Qaranglar, bitta narsa o'xshamagani uchun, keyingisi o'xshamagani uchun o'xshamaydi-yu, o'sha insonda avtomatik Keyingisi o'xshaydi. shu o'xshaydi, keyingisi o'xshaydi deydi. Yuz qazish. Da, endi qaranglar, endi oltin qoida. Ya'ni oldingi bo'lib o'tgan narsani keyingi bo'ladigan narsaga aloqasi yo'q. Krasniy, sizni chorniy deb o'ylashingiz ne aktualni. Неважно oldin nechta krasniy. Sababi yana krasniy bo'lishi mumkin. Yana 5 ta krasniydan keyin yana 5 ta krasniy bo'ladi-yu. Endi chorniy tushadi deysiz-ku.
Farqi yo'q. Yana krasniy bo'lib ketishi mumkin. Tushunasizlarmi? Endi qaranglar. Tradingga qaytamiz. Bu tunog'ami? Narx yo'q, xuddi shunaqa явление. Odamning явленияsi xuddi shunaqa tradingda. Ana endi qaytadi. Da, ya'ni mana ketdi. Tepa, yo'q. Noto'g'ri sizdimi hozir? Ha, bu katta pastga ketdi deb o'ylash. Yo'q. Nabarot. Qaranglar, masalan, ketdi ana. Bunday ketdi. U ancha ko'tarib qolib tushadi. Bitim ochadi. Tanishmi treyderlar? Bunday ketadi, emasdan tushadi. Qo'lisi ketdi. Oh, va to есть mana mamtdan ketdi. Shu noto'g'ri siz olmadi. Mamtdan boshlashim kerak. To'g'ri ketdi. Narx pastga ketadi. Yoki teskarini boshlaymiz, teskari. Mamtdan boshlaymiz. Mana. Ana примерно mana Bitcoin, Все, mana mamtdan ketadi. Bitcoin pastga. Bo'ldi, endi mana shundan bo'ldi. Ancha tushdi, aniq qaytadi. Все, aniq qaytadi. Aniq qaytadi. Zubday qaytadi. Zub yo'q o'sha bu yoqqa tushganda. Mamay qiladi. Все, eng qizil mamtda bo'ladi. Tushundinglarmi? Trendga qarshi chiqib bo'lmaydi. Umuman kazinoda игрокni явленияsi tradingda xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan qaytishi, to есть tushundinglarmi? Mana bu nuqta hammasi bir xil mishlaydi. Ya'ni yo'q narsa. Ya'ni o'sha mana shu jarayon muhim. Mana shu joy muhim o'zi. Bu farqi yo'q. A trader nimaga ishontiradi o'zini? Endi qaytadi. Iltimos endi qaytadi. Например, tushunarli deydi. Endi uzoq iltimos so'rang. Keyin oxiri deydi, qo'lim sinsa bo'lmasmidi, shuncha baya deydi. Endi qachon qaytadi deydi. Ya'ni xuddi shunaqa kazinodagi krasniy явление bilan bir xil. Endi qaytadi. Mana hozir yozgan menga. Azaki indekslar nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Screenshot kanalga qo'yib, просто ism familiyasini bekitib qo'ygim keldi, bor. Sraz yozdim. Bayiz bormi dedim. Tushundinglarmi? Chunki bay ochganda, u nimaga? Azaki iltimos gaplashing men bilan indeks nimaga? Chunki minusda turibdi. Yana bittasi bor. Azaki tam o'zim yomon his qilman. Yevro dollarda sen anaqa bay olib qo'ydim. Validol. Например. Yevroda sel olgan, qaytib tushgan, lekin ungacha balans tugagan. Sabr. Tushundinglarmi? Nimaga? Chunki ana oltin qoida yo'q unda. Teoriya barcha veriyatность degan narsani bilmaydi u. Ya'ni ishlashi yagona bo'lgan narsa, tradingda traderlar yagona plyusga chiqarish mumkin bo'lgan narsani unda yo'q. Razumda hech qanaqa metod ishlamaydi unda. Men ko'rsam, men odamlarga kanalda nimani isbotlab bermoqchiman? Teoriya barcha veriyatность. Mana men qiladigan tahlillar ham xato bo'lishi mumkin. Mana adashishim mumkin, lekin itogi men plyusdaman. Plyusda chiqaman. Dollar degan voqeasi. Например. O'zi g'oyalar ichida bitta adashgan g'oyamiz bor. O'shanda ham o'shadan 20 punkt yurib bergan pastga. O'shadan. Yurganida Ozgina yurgan, keyin uchib ketgan. O'sha uchib ketgani ham novosti bilan. Ertalar aziyatskiy sessiyada yengil chiqqan. yana nima qildi? Da. Поддерживаем dedi. Да. И bondlar, obligatsiyalar bo'yicha novosti chiqdi. Da, и все ketdi. A undan keyingi setup zo'r ishlayverdi. O'sha ham 22 punkt yurdi. Da, endi men yurdi hisoblanishmanu, o'zi откатga agar analizda ko'rilgan bo'lsa, откат uzun qilib ko'rsatilmagan. Reaksiya deb ko'rsatilgan kichkina. Reaksiya bo'lishi mumkin deb. Tagdan. Demak, ya'ni mana chap tomon degan krasniy bor-ku, qaytadi mavjud narsa emas. U sizni xohishingiz. Ya'ni demak, sizni xohishingiz yana oldin qoidaga qaytaveramiz. Siz правы, значит, рынок не прав. Bunaqasi bo'lmaydi. Tushundinglarmi?
Lekin o'sha oltin qoidani ata yopishtirib qo'ysanglar bo'lmaydi, yopishtirib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Ya'ni teoriya bolshib beryapmiz. U narsa siz trader emas. U narsa siz professional bo'la olmaysiz. U narsa siz protsessga kira olmaysiz. U narsa siz hech nimani tushunmaysiz. Mushu boshqa. Yo'q. Unga ham qiziq. Yop qo'ying shu ishni. Shartta emas. Xo'p, dальше. Shu paytda. Tak, sizda ishlaydigan strategiya bo'lishi mumkin, ammo siz ketma-ket stop loss olishingiz mumkin. Ishlab turgan strategiya ishlab qolmasa ya bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Nimagaligini aytaman. Lekin anu teoriya boshida beryapsiz, baribir o'saydi. Baribir. Nimaligini tushuntiraman. Qarang. Doza oshib boraveradi. O'sha kerak. Yo'q, qarang. Unga emas. Bu grafikda qanaqa ko'rinadi bu narsa? Qarang. То есть, deylik, haftalik grafik, haftalik uchun bu juda ham zo'r strukturada. Juda ham zo'r struktura, haftalik stabil o'sayotgan grafik, atkatlari ham joyida, cho'tki. Mana shu holatda bor-ku, sredniy zakritie, ya'ni o'rta narxni yopilishi katta time frame'da zo'r ko'rinadi. Ya'ni moving average bor, oddiy hamma biladigan indikatorda, MA, moving average. Qaranglar. Tipi mana bunaqa narsa, mana bunaqa bo'lib turadi. Вот moving average xuddi shunaqa bo'lib turadi. Ya'ni уровень поддержка, liniya поддержка vazifasini bajarib turadi. Moving, endi qaranglar. Demak, mana shu holatda sizni ishlab turgan strategiyangiz dedim, to'g'rimi? Demak, strategiyani moving average ga bog'laymiz. Ya'ni narx oldin tepadan tushganda, keyin tepaga ketdi. Pastga. Demak, narx moving average ga yaqinlashganda siz setup qidirasiz. Masalan, qoida oddiy, mana bu 2 yil. Ya'ni siz moving average ga narx yaqinlashganda, deylik tekkanda, deylik doim o'rta muddatli bayga kirasiz. Ishlayaptimi? Endi qaranglar. Yorib o'tib ketadimi? Yo'q, yorib o'tib ketsa normalmi? Teskariga ishlayverasiz. 2 yillik oylik time frame'dami? Yo'q, haftalik. Ha, haftalik. Yo'q, haftalikda 2 marta minusda bossangiz 2 yil chiqadi. Xo'p, demak, qaranglar. Agar deylik mana bunaqa bo'lsa, xuddi shu teskarisi bo'ladi. Xuddi shu, ya'ni moving average'dan pastga o'tadi, tipi bundoq bo'ladi, например. Va tekkanda endi qarang nima bo'lishi mumkin. Ya'ni bozorda ma'lum bir to'lqinsimonlik o'zgardi, volatilность o'zgarib ketdi. Просто volatilность o'zgarib ketdi. Hozir men aslida neftim sotib qoldim. Ya'ni qaranglar nima bo'lib qoladi. Yo'q, o'sha kuchli emas. O'rtaga tushib oladi. O'rtani Ha. Ya'ni sizda har bitta moving average ga yaqinlashganda bayo'ki sel g'oyiz ishlamaydi. Tushundingizmi? Qaranglar, keyin do'st kichkinalik bor, kecha poli kichkinalik bo'lganda. Qarang, sal boshqacharoq chizib beraman, чтобы sig'ish uchun. Mayli, shunaqa bo'lsin. Qat'iy volatilность yuqori hisob qiling. Kechaga o'tib ketsangiz olmaydi. Qaranglar. Mana qaranglar. Треугольник. Bu neft bu. Haftalik. Da, endi qaranglar, volatilность o'zgarib ketdi, lekin ema bunaqa turibdi. Mana bu yerda ishlagan g'oya ishlamayapti, to'g'rimi? Endi qarang-da. Bu yana ishlashni boshladi. Siz mana bu nuqtada yashab qolsangiz bo'ldi. Ya'ni birinchi yil, ikkinchi yil, uchinchi yil, to'rtinchi yilni plus 30% da yopdingiz. Ikkinchi yilni plus 46% da yopdingiz.
uchinchi yilni minus 20% da yopdingiz, to'rtinchi yilni plus 30% da yopdingiz. Mana. Endi nima qilasiz? Hammasini hisoblab turga bo'lasiz. Все. 10, 56, 86. 86 bo'lib 4. 22 deymi? Например. Demak, qarangda. Birinchi yil, ikkinchi yil plus 3-chi. Mana buni 3-yilda hisoblaymiz. Bari olib boyga qayta olmaymizmi? Da. Nima edi? Yodlab qoldinglarmi? Nima edi qani? Qaytaraylik. Teoriya больших цифрmi? Da. Teoriya больших цифр. Ya'ni o'shanga qaytamiz va plusga chiqamiz. Ya'ni qaysidir yilni minusda yopdi, bu tugadi yo'q qaysi. Xuddi shu bor-ku, barcha treyderlarning psixologiyasida faqat oy, hafta, kun davom etadi mana shu narsa. Oy, hafta, kunda davom etadi. Ya'ni mana bunda tushunmay qoladi nima bo'layotganligini. Davomiylik muhim ekanda. Davomiylik eng muhim narsa. Ya'ni то есть bu tradingni вообще oltin brilliant qoidasi. Teoriya больших вероятностей. Вот больших цифр. Чистый. Вот. И дальше. Так, все. Упаковалось. То есть микроуровень, макроуровень. Ya'ni mikrouровень, makrouровень degani bu narsani men katta yillar davomida ko'rayotganim va bu narsani treyderlar kichkina vaqtda ko'ra olmayotgan. Ya'ni siz bir yo'q, siz tradingga kirib keldingiz-ku. Siz bizlar uchun shu. qaranglar, nechta odam ko'rayotgan bo'lsa ham, ularning maqsadi mikrouровень, maqsad makrouровень bo'lishi kerak. Например, тысяч. Долгосрок. Будущий. Yo'q, tushuninglar, mikrouровень, makrouровень. Mikrouровень degani siz bugun kirdingiz, ertaga o'rgandingiz, indinga pul ishlash. Bu mikrouровень. Makrouровень siz kirdingiz, o'rgandingiz va protsesga kirib ketdingiz. Bu makrouровень. Siz uni nimaga ishlashiga qiziqyapsiz, siz uni jarayondasiz, sizga 5 yildan keyin 10 million dollarni boshqarish qiziq. Menga o'xshaydi. Tushunasizmi? Endi вот именно sizlar bilan meni farqim shunda bo'lishi mumkin. Sizlar bilan meni farqim boshqa farq. Ya'ni menda oldindan makrouровень bo'lgan. Maqsad katta. Makrouровень. Yo'q, o'zi maqsad har bir insonda katta, ishoninglar. Kichkina maqsadli inson yo'q. Gap bu haqida ketmayapti. Gap maqsad haqida ketmayapti. Gap yondashuvda. Gap yondashuv haqida ketyapti. Ya'ni siz bugun siz o'rgandingiz, ertaga daromad qilishingiz kerak yoki bugun bitim ochdingiz, bugun plusga kirish kerak. Yoki siz oyni plusda yopishingiz shart. Xullas siz prav, hamma ne prav. Sizning qoidangiz muhim, hammaniki muhim emas. Bozor muhim, bozor ne prav, siz prav. Tushundinglarmi? Bu demak boyagi qoidani endi qaranglar, lekin 90% treyderlar mana shu bugun sizlarga tushuntirib bergan narsam haqida o'ylamaydi, xayolda yo'q u narsalar. Baribir treyderning qanaqadir azagan sekretlari bor. Sekret yo'q, sekret. Davaysi, boshiga qaytaylik. Nima deb yozilgan? Boshiga qayting. Hech qanday sir. Boshiga qaytdik mana. Ko'rsatdik prostani. Hech qanday risk yo'q. Risk savdoning bir qismi. Ko'rdinglar, hamma boshiga qaytdi. Hech qanday sekret yo'q. Oltin qoidalari bor. Teoriya вероятности bor. Ya'ni bizni strategiya necha foiz bo'lishi kerak? Daromadda bo'lishimiz uchun necha foiz? O'ringa o'tdi. 51 rubl mi? 50% dan yuqori bo'lishi kerak. Daromadda bo'lish. Da, daromadda bo'lish uchun. Vaholanki rынокda million kombinatsiya bor. Bu shu 50% вероятность. Вероятность nimaga bu 50% deyiladi? Hatto olinadi bu. Chunki ma'lum bir vaqtda o'sha strategiya tekshirilgan bo'ladi.
oxirgi 10 yilda mana shu strategiya o'rtacha mana shuncha daromad bergan. Tushundinglar? Oxirgi 10 yil hisoblanadi. Strategiyani yillar davomida общий qanaqa qilib keyin bo'lib olinadi yillarga, to'g'ri? Demak, har yili mana bu chiqadi-ku, 4 yillik natijani bitta oy minus bo'lsa ham, to'g'rimi? Har bir strategiya, har bir setup hisoblab chiqiladi-da, 10 yilda qanaqa ishlagan. Masalan o'sha 10 yilga bo'linadi va aytiladi, o'rtacha mana shuncha har yili daromad bergan deyiladi. Boy, вероятность выше 60%, ya'ni 60% dan yuqori прибыльный сделка deydi. A bu ana teoriya, то есть anaqaga mos, bizning oltin qoidaga mos. Больших цифр. Teoriya больших цифрga mos bu qoida. Lekin bizda qanaqa? Bitta anaqani taqdirni hal qiladi, depozitni. Bizga kiriladi, siyoni, tas yozdi. U depressiyada o'tiribdi. Ya'ni u 100 tasavvur qilsanglar, bu qanchalik chiroyli qilib aytganda nodonlik. Ya'ni siz bitta bitimda 100% o'zingiz haqligingizni isbotlamoqchisiz. Bir lotda kirganmi, bilmayman, $1000. Скорее всего. 500 plichoni olganda bir lotda kirgan. Tushunasizmi? Keyin boyagi narsani ham muhim narsa. Hozir qaytadi. Ya'ni har bitta mana shunaqa fikrlayotganingizda siz bu o'sha vaziyatni yangi vaziyat deb hisoblashingiz kerak. U pastga tushib ketgani uchun вероятность oshirishingiz kerak emas. Mana shu hisobiga 90% treyderlar pullarini nol qilishadi. Nimaga bilasizlarmi? Chunki bozorda qaranglar-da. Deylik, mana bitta aksiyaning narxi oshishi bor, o'sishi ketdi. Mana $5 edi. Masalan, mana $20 gacha ketdi aksiya. O'sha paytda, to есть mana bu padeniyalarni ko'rib, trader endi tushadi deyish mumkin-da. Vaholanki bu undoq bo'lib ketishi mumkin, momentalniy. Bo'ldi, ketdi, depozit hech qachon qaytara olmaydi u odam. Tushunasizlar? GPY'lar. Да, и так. Sizlarga просто teoriya o'sha вероятностьni tushuntirish uchun больших цифрni. Da, men bu hozir efirda undan oldin bitta strategiya ko'rsataman. Hammaga задача, uy vazifasi bo'ladi hammaga. Undan keyin efirdan keyin sizlarga alohida eksklyuziv ko'rsat. Nimaga? Chunki hozir ko'rsatgan narsam bor-ku, u sredniy srok, dalga srok-da. Uni sizlar Toshkentga qaytguncha tekshira olmaysizlar. Teoriya больших цифр qanaqa ishlasini tekshira olmaysizlar. Men sizlarga uni M1 variantini beraman. O'tirasizlar deb kronka bosib o'tirasizlar har kun. Go'sht yeymiz, shashlik yeymiz. Tushundinglarmi? Qaytarib olishmi? Go'sht yeymiz, shashlik yeymiz. Voy, tushundinglarmi? Demak, вот всё. Buni sverni tutib turing-da, rasmni oching. Так. Sirni ketdi. Azaka qani? Бренд и To'xtang. Давайте brenddan boshlaymiz. Plus bundoq sal katta qiling, ko'rishsin. Просто уже mani ko'rsatmay, уже grafik ko'rsating. Всё, mana. Neft. Mana neft haftalik. Qaranglar-da. Qanchalik ko'p setup tuzish mumkin? Neft haftalik va mana shu setuplar orqali men kuzatuvchilarni daftar ruchka olib, kompyuter olib, yaqin 5 yoki 10 yil ichida teoriya больших цифр, то есть qanaqa ishlashini tekshirib ko'rishlarini hisob berdim. Demak, bu yerda 50 EMA bilan 10 EMA turibdi. Moving average 50 EMA bilan. Demak, qoida qanaqa? Qoida
hozir biz sizlar bilan пробойный variant bilan отбойный ikkita setup tuzamiz. Хорошо? Sizlar bilan biz hozir ikkita setup tuzamiz. Birinchisi juda oddiy, juda klassika. Ya'ni qaranglar. Narx sariq emadan o'tgandan keyin sel ochiladi va ko'k emani kontur buzganda yopiladi. Tushundinglarmi? Просто buni o'zingizdan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, narx bu yerda ochildi. Bu 2000-3000 punkt bu. Bu katta punkt, tushunasizlar? Demak, sariq emada ochildi, ko'kda yopildi. Ko'k yopish uchun, sariq ochish uchun. Demak, sariqda ochildi, bu yoqda yopildi. Все, endi qaranglar. Sariqda ochildi, bu yoqda yopildi, to'g'rimi? Hop, sariqda ochildi, bu yoqda yopildi. Ну, kam. Ну, 0 почти. Ну, не важно. Sariqda ochildi, bu yoqda yopildi. 0. Ko'rdingizmi? Qaranglar, flat orasida setup bizga 0 beryapti-da, a trendda plus beryapti. Ну, нормально holat. Дальше. Bu yoqqa suring. Endi qaranglar. Savol qachondan qochamiz? Sariq kelgan. Ko'kka yorib o'tgandan keyin. Yo'q, ko'k yopish uchun-ku. Ko'rasizmi, setupni o'zgartiryapti. Bu Ko'k chiqish uchun dedimi? sariq. Ular bir yorib ketgan. Tushunasizlarmi? Endi qaranglar. Noaniqlik mavjudmi setupda? Yo'q. Bormi? Noaniqlik. Nimaga sariq bilan narx masofasi uzun-ku? Sariq bo'lsin, keyin kirasiz. Значит, bu to'g'ri bayga ko'kdan o'tgandan keyin-da. Yani setupni nimaga o'zgartiryapsizlar? Savol berdi, bu qachon kiramiz deb. Javob oddiy-ku, sariqni buzganda kiramiz-ku. Nimaga qiyinlashtiryapsizlar? Sariqni buzganda kiramiz, to'g'rimi? Shu, demak, savol, qani emotsional nagruzka? Qani emotsiya? Qani emotsiya? Bezdi, bemalol yurasiz. Yo'q, u sariq u. Lekin bor-ku, men qizig'ini aytaman sizlarga, sariq, narx bor-ku. Narx qani yurgan sari sariq yaqinlashib kelaveradi. Sariq buzgandan keyin past ketadi. Ну какая разница? Mumkin emas. Setup shunaqa. Nima endi 2 yil kutamizmi? Yo'q, boshqa setup bor. Limita setuplar ko'p, setuplar kombinatsiyasi bor. Endi давайте qiziqroq setupga o'tamiz. Qiziqroq setup. Sal tepaga ko'taring ozgina. Молодец. Вот. Endi qarang. Endi qiziqroq setup. U ham unda ham bitim ko'p bo'lmaydi, lekin ancha qiziq. Qarang. Demak, bizda narx bor. Bizda EMA bor. Demak, setup nimadan iborat? Setup narx pastga ketganda, EMAga yaqinlashganda, haftalik birinchi, qarang, mana katta qilib lupa, tasavvur lupada katta qilib. Svecha, bычий svecha. Bu nima? Ya'ni yo'q, EMA bu yerda. Bu maksimum belgilab qo'ydim. Demak, setup oddiy. Setup narx EMAga kelganda birinchi buzilgan hayda kirish. EMAga tegdi yoki yaqinlashdi va qaytishni boshladi. Demak, qaytishni boshlab, qaranglar, svecha yopildimi? Bычий svecha yopildi, to'g'ri? Demak, setup o'sha bычий svechani hayda buzish, tamom. Bu setup. Demak, mana keldimi EMAga? EMAga kelib qaytib yopmani minimumi bo'ldi. Demak, mana shu minimum buzganda kiriladi. EMAdan tepaga stop loss qo'ydi. Demak, qaranglar, keldimi? Yopildi, hay bormi? Buzildi, tepaga kiriladi. Keldimi? Naqlimi? Hayni buzdimi? Bu ham bitta setup.
Bunda ko'proq bitim boyagiga nisbatan. Например. И endi qaranglar. Setaplar farqiga borasizlar, yana bitta setap ko'rsataman hozir. U ham qiziq, u более активный u. U более активный xod beradi. Demak, qaranglar. Sariqdan nar tepaga o'tdimi? Yoziladi. Barcha bitim bayiga. Harakatda boyga. Yo'q. Harakatni bu yoqda. E'tibor beramiz. Har то есть umuman serga bitim bo'lmaydi degan. Unutamiz. Da, все. Sariqdan yuqoriga o'tdimi? Setapning oddiy qoidasi. Xo'p, qachon kiramiz? Demak, sariqdan tepaga o'tgandan keyin ikkita ketma-ket hay buzilganda kiramiz. Ya'ni ikkita switch bir-birini maksimumini yangilashi kerak. Конечно, minimumni yangilamagan holda. Qaranglar. Birinchisi, mana bu switch buni qayda yangilaganmi? Yangilagan. Hop, bu buni qayda yangilaganmi? Ketdi. Точка вход. Setup. Demak, kiriladi. Faqat chiqish bor. Endi qaranglar. Kiriladi. Teskari, mana bu 10 da chiqiladi. Mo'yingiz. Klassik chiqish, boshqacha chiqish ko'rsataman. Qaranglar. Kirdinglar, nartepaga yurib ketdi. Xuddi shunaqa chiqiladi. Da, ikkita minimum ketma-ket chiqiladi, lekin kirilmaydi serga. Chunki esinglarda sariq faqat bo'ldi, tepagami? Bu setup bu. Endi qaranglar. Mana shu o'zida, qaranglar, masalan, demak bu serga shunaqa, to'g'ri? Mana. Okey, qaranglar. Mana bu chiqiladi, yana ikkita bor ekan. Например. Ну, итоге qarang, faqat kirish bor-da. Qarang, 1 2 mana, например. 1 2 10 metrli bo'lgani uchun mana shu yerda o'zicha mana bunaqa narsa bor-da. Agressivniy. Qarang, setupda stop loss qo'yamiz-a. Stop lossni ham ikki xil qo'yish mumkin-da. Setup o'rnatishingiz mumkin. Agressiv, konservativ. Ya'ni stop lossni o'sha buzgan switchani lowga qo'yasiz, konservativ, agressivni, to есть o'shani minimumga qo'yasiz, boshlangan setapni masalan. Bu yerda ham shunaqada, masalan, mana bitta kirish bergan, bitta ikkita buzgan, mana bitta chiqishga bergan. Mana bitta buzgan, ikkita buzgan, qarang stop loss qo'ya olasiz deb o'tgan. Da, o'shaning uchun o'sha switchani o'ziga qo'yishingiz mumkin. 1 Telegram. Anaqani nomeri? Inini. Endi Ctrl+. Вот. И ikkinchi ikkita setapda otvoraman deydi. Ikkinchi setapda просто 10 nimanidan buzishiga stop qo'ysangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Вот, и дальше ketdi, mana qarang. Bu yerda ko'p zirkalar bo'ladi. Qarang, 1 2 buzdi. Endi qaranglar, eng qizig'i. Ikkita qizig'i, интересно. Двойной chiqish, mana 10 buzishga ham to'g'ri keladi. Demak, ketdi. Ikkitani buzish tepa yuqori kerak bizga. 1 2 mana точка вход. Agar mana qarang, точка вход ko'rdinglar? Tushundinglar, mana bu switch buni hayni buzdi, bu buni hayni buzdi, to'g'rimi? Ikkita ketma-ket bor. Okey, ketdi вход и agressivga ham, konservativga ham stop loss ishlamaydi, ko'rasizlar? Minimumni buzolmagan. So'z setup ketdi. Bitta bor, ikkinchisi yo'q, o'shimiz u mantiq chiqiladi. Yana unga to'g'ri keldi. Okey, ketdi. Dальше. Selga olmaymiz. 1 2 bora, to'g'rimi? 1 2. Bu buni yengiladi, bu buni yengiladi. Ketdi, setup ketdi. Yo'q, bamda chiqamiz. Ketdi. Xo'p, demak,
bu uni yengiladi, yo'q. Mana bitta qo'ygan. Bu uni yengiladi, ketma-ket ikkita. Ketdi. Ikkitalik yo'q. Ikkitalik yo'q. Bas tushiring. Tak, hop. Ixi. To'xtang. Hozir. Mana bitta ekan. Bu yosh yo'q yo'qmi? Ya'ni ikkita ketma-ket obratni qaranglar. Bu buni yengilyapti, bu buni demayman bu. Kirish, chiqish, bu setup bo'yicha bu ko'proq izlaydi. Boy kamroq. Lekin u ham ishlaydi, u boshqa vaqtda, bu boshqa vaqtda pribel berishi mumkin. Bu o'tkada turganda bu pribelga kirishi mumkin. Bitta tarif qilasiz. Buni siz davomiylikda bilib olasizda. Buning uchun 5-10 yilni tekshirib chiqish kerak. Bu setupda. Masalan, deylik 0,20% riskdan boshlab 3 tadan keyin riskni ozgina oshirgan holda tekshirib ko'rish kerak. 5 yil, 10 yil. O'shanda sizda tushuncha paydo bo'ladi. O'shanda emotsiya nolga aylanadi. Chunki boyga narsa bor, undan boshqa hech narsa yo'q. Prичем emotsiya. Nima farqi bor? Siz bitimni bosdingiz, knopkani bosdingiz, qayerga yurishning nima farqi bor? Bizda oltin qoida bor. Teoriya balchiq sifri bor-ku bizda. Oxirini bilamiz bor. Oxirini bilamiz. Oxirisini bo'lishi ham mumkin. Agar yaxshi strategiya bo'lmasa, to'g'risida, chunki montajdan отрицательный bo'ladi. Tushundingizmi? Setupda bu xuddi shunaqa. Всё. То есть keyingi rasmga o'tdik, yana bitta rasm bor. U домашний задание 10-15 yil vaqt setup tekshirib chiqasan. Bir oy yurmay keldik, to'g'ri? 10-15 yil hozir hammaga zadacha. Просто setuplarni tekshirib, to есть ketma-ketini yozib, mehnat qilmasa qatdan pul keladi. Demak, strategiya bu ham setup. Buni damashqadan og'irroq, qiyinroq, lekin точныйroq, мощныйroq. Rezultat итоги. Demak, bu shvedskiy treyder, просто shvedskiy treyder strategiya. U shunaqa setup tuzgan. Men o'sha setupni sizlarga ko'rsatib berib, просто задача. Demak, u nima qilgan? O'zi endi bu short misol qilingan, o'zi lekin u longga ishlagan. Просто yaxshi misol tez ko'rganim uchun shoshganim uchun oldim. Qaranglar nima qilgan. Ya'ni haftalik grafikni ochgan. Va narx aksiyani stoimosidan 30-100% o'sgan aksiyani topgan. Tushundinglar nima demoqchiligim? Ya'ni aksiya demak, masalan $40 bo'lsa, u kamida qancha o'sgan bo'lishi kerak? Kamida 53 dan 80 gacha ko'tarilgan. Вот, молодец. Примерно shunaqa bo'lishi kerak. Примерно, то есть 53-80. Да, 53 примерно, 80. Endi qaranglar. Nima qilgan u? 30 dan 100% gacha o'sgan aksiyani qidirgan 5 ming aksiya bor. Juda ham ko'p bunaqa aksiya. Va nima qilgan? Yetti ming qanchalar aksiya bor. Endi qaranglar. Вот. Например, o'sdi. Endi qaranglar, setup qanaqa? Aksiya бесконечно o'smaydi-ku. To'g'rimi? Topливо kerak-ku, benzin. To'g'rimi? O'sha toplivoni setupga kiritgan. Накопление. Da, o'sha toplivoni setupga kiritgan. Ya'ni aksiya 30 dan 100% o'sgan aksiyani topgan, kuchli aksiyani topganda, anaqani olgan. Flat olganda, qoida bo'lgan. O'sha flat 2-8 hafta davomida bo'lgan bo'lishi. Ya'ni bu kunlik bu lekin. Bu kunlik. Endi kunlik grafikda, to есть umuman olganda 2-8. Demak, uning ichida minimum примерно 6-7 ta svecha bo'lgan bo'lishi kerak bo'lgan, to'g'rimi? Примерно-da. 2-8 kunmi, haftami? Hafta. Davom etgan bo'lishi kerak. Da. Nima qilgan? Buzib o'tganda mana svecha boshladi buzib o'tganda, o'sha buzib o'tganda kirgan setup va buzib o'tgan minimumga stop loss qo'ygan. Mantiqqa qo'ymagan. Buzib o'tgan svechani minimumga stop loss qo'ygan. Kunlikda. Da. Kunlikda. Da. Stop loss qo'ygan. Средний соотношенияsi 1:10 bo'lgan. O'rtacha. Средний соотношенияsi 1:10 bo'lgan. Kamda
va birinchi raqamni esdan chiqib ketdi. Esladim. 3-8 kun ichida ko'rasan, setup yozish oson. Qoidasi oddiy-da chunki. Вообще oddiy. Все, trend, sifra, raqam 3-8 kun ichida 30% pribylini save qilgan. Keyin bezubitni bilasizlar, qanaqa qo'ygan? Bezubitni 10 emaga qo'ygan. 10 emaga qo'ygan. Nedelikda. Ya'ni 10 emani buzganda nima bo'ladi? Yopiladi. Bitim yopiladi. Вот. Exxon Mobil. Вот, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, примерно, hafta. Mana qaranglar. Ko'rasizlar, umumiy, to есть narx mana qanaqa tushib ketayotganini ko'rasizlar, например. То есть qancha 80 dan примерно 60 tushib ketdi, например. Ну, условно, да? Может teparoq yana bor. И konsolidatsiya. Konsolidatsiyani pravoydan keyin demak nima bo'ladi? Точка вход bo'ladi, to'g'rimi? Devamda kirgan, stop loss kichkina bo'lgan, qaranglar mana bu chiqish. Aksiyalarda вот именно 600 dan chiqib ketdi. Saqrangiz qo'yish kerak rostmi? Parol olib tashlang. 15 ta parol nima qilasiz kompyuterga? Безопасность. Kompyuteringiz parol bor. Вот. Endi qaranglar. Maslahatim, bu ham задача setupni tekshirish uchun sizlarga. Tushundinglarmi? Eng qizig'i, bo'ldi, yopingda, ana Wordni ochingda. Wordni oching, men tashlayveraman bu Wordni. Pastga. Shu. Pastga. Tushuring. Sekin tushmang, tez tushing. Tushing pastga. Oxiri. Yana. So'ng. O, bor u. Turibdi ishtobi sizlar yana mendan so'ramasligingiz uchun. Strategiya sevinga 2 hafta qo'yib yurgan bo'lish kerak. То есть добавка 10, 20 emas. Signal kanaldan chiqishi bilan kirish va o'sha kunning minimumiga stop qo'yiladi. Signaldan so'ng agar u 3-5 kun ichida bitim plyusda bo'lsa 30% yopishdi. Risksiz nuqtaga qo'yish va ema nuqtani buzishga to'g'ri. Ну, hammasi to'g'ri ekan. Da, maslahatim. Примерно $10 то есть $100 gacha bo'lgan aksiyalar ro'yxati juda ham ko'p. Twitter olsanglar bo'ladi. Sal qimmatroq, masalan Apple bor, Intel bor. То есть tushunasizlar, unaqa kompaniyalar juda ham ko'p. Вот sizlarga mana задача, da? Примерно hammaga задача, примерно o'shanaqa kompaniyalarni olasizlar-da. И xuddi mana shu setup bo'yicha то есть oxirgi 10 yilni tekshirib chiqasiz. Ya'ni bu setup прибыльными убыточными, вот вопрос. Tushundinglarmi? $1 dan $20 bo'lgan aksiyalarning soni 2000 istaydi. U juda arzon aksiya bo'lishi shart emas. Вот примерно 30-40-50 ideal. 30-40-50 $dek aksiyalar ideal, например. Savol qani psixologiyani, qani azart, причем shuncha tushuntirib bergan narsani birorta ham azartli element yo'q. Birorta ham emotsiya ni причем. Nima bor chunki oltin qoida bor. Teoriya barcha sifri bor, tushunasizlarmi? Azart yo'q, chunki sistema bor va teoriya вероятности bor, tamom. Qolgan narsalar ular barchasi azart emas u aslida. То есть, например, qaranglar, ko'pchilik bilasizlar, nafsimga berilib ketdim, azartim kuchli ekan, unaqa ekan deydi, to'g'rimi? O'zi aslida unaqa emas. Aslida bor-ku, bilim yo'q. Правильное направление. Направление yo'q, bilim yo'q, setuplar yo'q. Supermen yomon. Yomon bo'ldi. Вот endi qaranglar. Shu joyda chut-chut endi mo'j antireklamaga o'xshab qolishi mumkin. Maqsad u emas. Maqsad odamlarning o'zlari fikrlashni boshlashlari men uchun muhim. O'zlari o'ylashi. Например,
Вот hozir kichkina qanaqadir yarim 40 minut ichida qanaqadir boshqa dunyoga tushib qoldinglar. To'g'rimi? Yarim soat ichida boshqacha, o'sha boshqacha dunyoga tushadi odam. Men o'zim his qilaman-da, chunki bu narsani. Chunki u trading boshqa, sizlar o'ylagan. И самом деле настоящий трейдинг boshqa narsa. Tushunyapsizlarmi? Unda жесткий, ну простой правилалari bor, который ishlaydigan. Tushunyapsizlarmi? Endi qaranglar. Men ko'p so'rashadi, hozirgi paytda kurslarimiz mavjud emas. Bu kursda mavjud emas, ну будущийda yaqin kelajakda bo'ladi, ну kimdan o'rgansa bo'ladi, qanaqa o'rgansa bo'ladi-da. Например, постоянно, то есть kurs davomida o'quvchim buncha ishladi, buncha pribul qildi. Kurs davomida o'quvchim 55 million ishladi, 100 milliard dollar ishladi. То есть o'quvchimizning kurs davomida bitimi mana shunaqa o'qituvchilardan o'rganish kerak emas. Teoriya barcha beryapmiz, yo'q o'ladi. Ular, ya'ni ular ma'lum bir strategiyani ma'lum bir vaqt ichidagi narsani mumkin emas. Nimaga? Chunki teoriya barcha beryapmiz bo'yicha siz o'sha paytda nimaga qaranglar? Treyderlarga qisqa muddatli savdo o'rgatiladi-da. M5, M15 1 soatlik time frame o'rgatiladi-da. Получается, ular tez natija beradi-ku, to'g'rimi? Da, teoriya barcha, teoriya небольших, а teoriya beryapmiz bo'yicha o'sha plyusni ko'rsatadi. Da, plyusda, vaqtinchalik plyusda, a больших beryapmizda minusda bo'ladi. Tushundinglarmi? O'shaning uchun bu narsaga esa insonga yoqadi-da. Uy to'xta deydi, mana ya тоже хочу, mana ham xohlayman deydi. Bir shogirdni bir yil ko'rsatsa har kun. O, yashang. Savol. Qani tradingni o'rgatayotgan odamlar. Mana bu trader, mani traderim, mana bu bizda o'qigan trader 2 yillik natijasi. 35 ming, 50 ming dollar bo'lmasa, 3 ming dollar bo'lsa, Bu maktabda yo'qolib ketyapti, yarim yildan. O'zi ham ketyapti-da, o'zi ham yo'q qoldi, unaqalarni, to'g'rimi? Вот o'shaning uchun nimaga? Chunki ular o'sha hammasi eyfariyada yurgan odamlar. Bitta strategiyani o'rganib olgan, qarasa ishlaydi, okey. Но больших, то есть длительный период ishlamaydi, uzoq vaqt ishlamaydi. Xo'p, demak trader o'qituvchidan, ya'ni tradingni o'rgatuvchidan nima olishi kerak? O'qituvchidan, bu qarang, hamma narsani hozir sizlarga tushuntirdim-da, o'sha o'rganadigan insonida ammo veriyatnis bo'lishi yaxshi strategiyani olish kerak, tushundinglarmi? Va uni ishlatish kerak, tamom. Bu esa, mana qaranglar. Odatda, masalan, trendoviy liniya intaqlar o'rgatiladi-yu. Mana shu ham большой вероятность итоги plus beradi. Lekin men o'quvchilarimdan bilaman-ku. Kecha как раз 5-gruppada juda ham ko'p uzoq yozishdik. 5-gruppada itogi tushundi xatosini. Ya'ni yangi darslar qachon deyapti-da? То есть eskilarni qalay tugatdingizmi? Plusdamisiz? Yo'q, plusga chiqarmayapman-da deydi. Bu 5-gruppa emas, 5-chilar oldinni texanalizi, просто liniya. Boshqa gruppa deydi, 10mida, bilmay qaysi gruppa deydi. То есть yangi darslar qachon deyapti? Yangi darslar bo'lsa plusga chiqsam kerak deyapti. Ya'ni boyagi 2 kare 2 qoidasi. Ya'ni yana 5 ga ishontiradi. Da, yana 5 ga qaytyapti. Bir narsani, bitta setapni ishlashini tushunish sizni professional qiladi bu ishda. Bitta setapni ishlashini tushunish. Oddiy fraktal yaxshi o'rganasiz. Da, достаточно. Men kecha o'sha 5-gruppada 2017-yil, bu YouTube'da videoda ham bo'lishi kerak. 2017-yil Kiyev shahri 500 ta odam. Men chiqish qilganman, 55 ta сделка ochiq. 55 ta сделка ochiq, hammasi plyusda. Hammasi trendoviy liniyada ochiq. Qanaqa qilib 55 ta plyus? Chunki katta time frame ham tutilgan, kichkina ham tutilgan. Ya'ni oylik, haftalik, kunlik hammasi tutilganda, bittasi va bittasi, tushunasizmi? Ya'ni, qarang. Haftalikda bay olgan bo'lsa, kichkina ta'min. Da, ya'ni
То есть fraktal bo'yicha mana bitta sel olingan bo'lsa, bu yerda baribir. Mana tushundinglarmi? Shunaqa qilib 55 ta сделка plyusda. Ochiq turibdi. То есть o'shani gerchik e'lon qilganda, ana bilasizlarmi? Ana futbolda ikkita komanda bo'ladi-da, bolельщиклар balet qiladi-yu, shtit chaladi-yu. Da? То есть ana hujum quradi, balet quradi, raqib jamoa gol urib qo'ygandan keyin jimjit bo'lib qoladi, stadion bilasizlar. Shunaqa bo'lib qolgan. Demak, gerchik chiqib e'lon qilyapti, там у него сейчас открытие позиция 55 все плюс. Hamma jim. Keyin ochib ko'rsatdim o'sha. Buni men sizlarga birorta terminaldan ham ko'rsatib berishim mumkin. Mani oila bor menda, birorta ham minus yo'q. Bitim yo'q o'sha oy. Masalan, mart oyida bitta portfelimda 85 ta сделка, 84 ta plyus. Bitta minus. 14 ming. Ha? O'sha 14 ming bitta. 14 ming? Ha. 17. Ha, 17 ming. 7. Da. Tushundinglarmi? Bu setup, konkretный setup, oltin qoida amal qilish, itogi plyus bo'lib. Вот. То есть qaranglar. Hozirgi paytdagi natija keyingi payt uchun kafolat emas. Buni hamma tushunishi kerak. Balki mani strategiyam ishlamay qolar. Bo'lishi mumkinmi? Mumkin. No пока ishladi. Вот. Tushundinglarmi? Вот так. Xuddi shuni hozir sizlarga ko'rsatdim-ku. Xuddi shuni sizlarga M1 variantini beraman. Просто target qilib o'tirishinglar uchun. Hamma shu toshdi 10 mingdan, to'g'rimi? Sentrigini ishlayapmiz. Ketguncha hamma plyusda bo'lish kerak. Po закону, то есть, tushundinglarmi? Buning uchun sizlarga kichkina anaqa beraman. Money management, чтобы sizlar plyusga chiqarish uchun. Вот, shuning uchun, то есть, длительный период hamma narsani hal qiladi. Ya'ni uzoq. Yaqinda tashadim bitta bola dividend o'quvchimiz dedim, Oybek. Tashadim, kanalga tashadim. 2600. 2600. То есть, ishoninglar, ko'pchilik yozdi. 100 mingdan kam dedi. Bir oy uchun ham kam dedi. Eng qizig'i bu yillik edi. No. То есть, u 1 yillik natija bo'lgani uchun tashadim men. Men bas qildim. Oldin storieslarga aktivni qo'yardim. Hamma plyusda biz tashlaymiz. Chunki to'xta o'zimga qarshi ketmang. Teoriya boshqa beryapmiz. O'sha haqiqatdan ana eslang, golddagi bolani bo'lganmi? То есть, hech qancha qilib keyin nol qildi. 5 ming qo'ygan. Yo. Birga bir plyus. Kichkina summadan 17 ming, 12 ming qilgan. Eslang, netda. $200 emasmi? Bu вообще kichkina summadan. Men endi ismini aytmayman. Ism Просто islaman. Dubayga kelgan-ku. Xurshidga yozgan keyin, menga yozgan eslang. Ha, mana o'tirib turishadi, mana. Mana shu $200 17 ming. 217 ming qilib keyin slik qildim. Yo'q, siz emas. Tillada men shu. Siz emas. Men chunki rasmi turadigan avatarga siz bo'lsangiz bilaman. Ya demak ikkita ekan ular. Bittasini qo'yinglar. Bittasini ko'ring. Вот, yo ikkita ekan. Yo siz uni taniysiz, uni Dubayga kelgan. Bu Dubayga kelgan deb siz tanimasam g'alati emasmi bodo? Hayron bo'ldim. Например. Proshtaga sotib qo'yibdilar. Ya, qarang siz nech pul, zato mayli bor odam degan. Qanchadan qancha qildingiz? 200 dan 17 ming. $200 dan 17 ming, to'g'rimi? Endi qarang-da. 200 dan 17 ming qilganingizni tasavvur qiling. Siz belgilab, sizni qo'yganimda Instagramga-da, например. Itogi yolg'on bo'lardi. Itogi длительность yo'q-da. Hozirga qarasak yolg'on. Hozirga qarang. Masalan, просто Oybek bilan nima bo'lgan? Sizlar ketma-ketligini aytib beraman. Kelgan, menda o'qigan, 10 ming investitsiya olgan. 10 ming investitsiya olganda 12% dohod qilgan. 1 yilda 10 mingni. Bu $1200. Keyin, to есть, unga $100 ming investitsiya berilgan. S&P'da bilmayman risk qanaqa qilgan. 001 или 002 risk bilan yiliga endi qaranglar-da, shu kam degan odamlarga risk отношениyaga savol bermoqchiman. 0.02% risk bilan 0.02% risk bilan 13% yiliga dohod sizlar tasavvur qilsin, ha? U 13% dan dividendi shuncha bo'lib chiqqan, tushundinglarmi? Ya'ni $13 ming dan 2600 ming dividend olgan.
Da. Zato 1 yilda shu rezultat qilgani uchun men uni qo'ydim kanalga. Zato, короче, indekslarning nasini ko'rsatganda borib. Tegidan bayon. Pandemiyada prям eng qizig'i aytaymi? Esingizdan indeks S&P 500 pandemiyada anaqa bo'lgani. Короче, pandemiya paytida 10 ming valyuta ochgan, valyuta yopgan, keyin 100 ming olgandan keyin valyuta ochgan, valyuta yopgan. Вот реально. Вот undan keyin azizga мне крипто интересно больше, то есть menga ko'proq dohodning volatilности yuqori, marja katta, chunki bizda treyderlar без плечо depozit beradi. Deb plechosiz. Birga bir plecho. Risk qilmasligi uchun-da, minus qilmasligi uchun-da, o'shaning uchun o'sha yerda menga qaytarib berdi. Dividend bilan tugadi. Qanaqa zo'r anaqa tugash. Xotima dedim, adabiy tilda. Qanday ajoyib xotima. Например. Все. Yakun. Demak, biza premium qismiga o'tamiz. Bundan oldin efirni tugatamiz. Hammalamiz xarlashib qo'yishing. Pulli joy. Da, yo'q, просто u ham 10 ming davom eting. O'shancha chiqdi. Doniyor. Ha. Doniyor. Ha, bo'ldi. O'shanga chota meni aldashdi deydi, mayli. Xo'p, все, hammaga rahmat, kattakon. Berilgan zadachalarni, qoidalarni albatta yozib olinglar va qilinglar va o'shanda haqiqiy trading nimaligini tushunib yetasizlar. Hammaga katta rahmat. Ko'rishguncha. Mana bu strategiya